Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor Pyotr Plexanov va men iltimos qilganinglardek mana sizlarga Agroimmun, ya'ni suyuq biohumus uchun taralarni olib keldim. Hozir bazamizga 5 litrlik ham bo'ladi. Yaxshigina mana shunaqa udobniy qadoqda 1 litrlik, mana bunaqa 20 litrlik qadoqda bo'ladi. Hammasi juda zo'r, qalin, yaxshi plastikdan qilingan. Xudo xolasa oqmaydigan qilib qo'yapmiz. Mana ustiga nakleyka yopishtiramiz. Endi o'zimiz yuzimizni ham qo'yib qo'yganmiz. Bir xilda bo'ladi, bir xilda bo'lmaydi. Bularni hammasi organik ozuqa hisoblanadi va har xil o'simliklarga ishlatsa bo'ladi. Buni ziyoni na odamga, na hayvonga, na har qanday tabiat yoki o'simlikka hech qanaqa zarar yo'q. Uni miqdori ham oshirib ketish mumkin emas. Allergiya bo'lib ketadi, kuydirib yuboradi, boshqa unaqa gap yo'q. Buni o'zi asli rostini aytsam, tovuqlarga, mollarga ham o'sha oxiriga, suviga sepsangiz ham zo'r natija bo'ladi. Lekin bizning sohamiz ko'proq shu o'simliklarga oid bo'lgani uchun biz buni o'simliklar uchun ozuqa deb taqdim qilamiz va yana bitta narsa, u gonglarni va boshqa turli xil organik chiqindilarni qayta ishlashga yordam beradigan narsa. Buni 1 litrini 20 litr suvigacha aralashtirsangiz va sepsangiz mumkin. Buni normasini oshirib yuborsam, misol uchun 5 litrga 1 litrni ishlatsam deb savollar ham keladi. Unaqa qilsangiz ham muammosi yo'q. Bir xilda men qalamcha qilayotganimda aynan yoki bo'lmasam gullarni ekaman desam, aynan gullarni ildizini, ochiq ildizlarini olamanda bir stakan yo bankaga olib turib, toza Agroimmundan quyaman, turadi. 1 sutka turadi, 5-6 soat turadi. Cherenkalarni, ya'ni o'sha qalamchalarni 5-6 soat ushlayman. Yo bo'lmasam daraxt ko'chiraman desangiz, yo ekaman desangiz, bir chelagingizga oling, 10 litr suv quying, 1 litr Agroimmun quying. O'sha ekishdan oldin 5-6 soatga yoki bir kechaga uyutib qo'ying. U o'ziga anaqa kerakli narsalarni tortib oladi va ayniqsa o'sha ekilayotgan paytida stress bo'ladi va stressdan qochirish uchun bu Agroimmun fulvik va gumin kislotalarga boy bo'lib, o'sha stresslarni qochiradi. Gullarni boshqa tuvakka yoki boshqa gruntga o'tkazasizmi, yo bo'lmasam bir qaysidir gul charchab qoldimi, shuni olib turib ildizga sepishingiz mumkin. Yo bo'lmasam purkalaydigan bir apparat olsangiz, o'sha bilan barglariga, hovlida, uyda, qayerda bo'lsa ham sepishingiz mumkin. Lekin juda muhim bir narsa bor. Uni ishlatishdan oldin yaxshilab silkitish kerak. Chunki bu asatkaga tushadi. Endi kimyoviy sostavi shunaqaki, asatkaga tushadi. Buni silkitish kerak. Kimdir, "Yo, bu oppoqqina-yu suvdek" desa, yo'q, siz krishkani yoping, mashina qilib silkiting, undan keyin ishlating. Zo'r natija beradi xudo xolasa. Kanallarimizga obuna bo'layotganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Sizga katta rahmat aytamiz. Uzun marketdagi do'konlarimizga kirib xarid qilayotganingiz uchun va bizga ishonch bildirayotganingiz uchun ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizga katta rahmat. Sizdan ham, gullaringizdan ham hech qachon tabassum arimasin. Siz bilan birga Pyotr Plexanov bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling, like qo'ying va navbatdagi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.